Assalomu alaykum qadrdon muxlis. Sizlar bilan Do'xva tahlil kanali va Uzextrime. Bugungi videorolikda oltin shohli gigant Aston Griffinga qarshi qaysi biri kuchliroq? Zulmatdagi yulduz asaridagi oltin shohli gigant u Lofengning asosiy kloni bo'lib, tasavvur qilib bo'lmaydigan darajada kosmik miqyosda harakat qiladi. U real yaratuvchi bosqichiga yetgan bo'lib, oddiy ma'budlar tushunchasidan ham yuqori turadi va koinotlar zanjiridan ustun keladi. Uning sof qudrati galaktikani va kichik koinotlarni osonlik bilan yo'q qilish hamda yaratish imkoniyatini beradi. U eng yuqori darajadagi kosmik maxluq sifatida makon va zamonni qonunlarini mukammal egallagan. Uning jang uslubi quyidagilarni o'z ichiga oladi. Teshib bo'lmas jismoniy tana, har qanday energiya va moddani yutib yuborish, makon teleportatsiyasi orqali jismoniy masofani butunlay inkor etish. Uning raqibi esa taxt muhri asaridagi Aston Griffin, ya'ni Hauye. Aston Griffin 9 boshli ilohiy maxluq. O'z olamidagi eng yuqori darajadagi mavjudotlardan biri bo'lib, ibtidoiy xaos qudratini boshqaradi. Koinotning oliy ma'budi sifatida u o'zini o'lcham iyerarxiyasining cho'qqisida turadi. Uning qudrati jang paytida bir butun koinotni yoki o'lchamli olamni yo'q qilish darajasiga yetadi. 9 boshli ilohiy maxluq sifatida noyob tabiati tufayli uning asosiy kuchi olam va xaos quvvatidir. Uning jang uslubiga keladigan bo'lsak, doimiy va tezkor evolyutsiya, 9 boshdan kelib chiqadigan turli xil o'lchamiy qobiliyatlar, sof va vayronkor elementlar kuchlari. Ushbu jangni xulosa qilib aytadigan bo'lsak, umumiy olganda oltin shohli gigant Lofeng tomonidan bu jangda g'alaba qozonadi deb baholanadi. Oltin shohli gigant g'alabasining asosiy sabablari esa kuch miqyosi. Oltin shohli gigant Lofeng bilan birgalikda reallik yaratuvchi darajasiga yetgan. Bu cheksiz koinot tushunchasidan ham yuqori bo'lgan kuch darajasidir. Aston Griffin esa ma'budlar qiroli bo'lsa-da, uning qudrati bitta koinot yoki yirik olam doirasida cheklangan xolos. Bu esa asl xaosdan pastroq miqyosdir. Yutib yuborish qobiliyatiga keladigan bo'lsak, oltin gigantning yutish qobiliyati genetik va mutlaq bo'lib, u Aston Griffinning energiyasi va mohiyatini ham so'rab olishi mumkin. Shu sababli Aston Griffin oltin shohli gigant uchun juda qulay nishondir. Va yana bir g'alaba sababi makon qonunlari ustidan ustunlik. Oltin shohli gigantning makon qonunlarini boshqarishi unga masofa va himoyani imkon etish, shuningdek Aston Griffinga nisbatan ustun o'lchamiy hujumlar uyushtirish imkoniyatini beradi. Xulosa qilib aytganda, oltin shohli gigant multivers darajasida ham yuqori miqyosda faoliyat yuritadi. Bu esa unga crossover jangida mutlaq ustunlik beradi. Zulmatdagi yulduz va taxt muhri do'xvasini muxlisi bo'lsangiz, sifatli dublyajda va original formatda ongoing holatda Banana TV platformasida tomosha qilishingiz mumkin. Banana TV barchasi uchun eng yaxshi tanlov. Do'xva tahlili kanali uchun Uzextrime kelgusi videoroliklarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.